Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga elib kelganim bo'lsa, almish prənik. Oldi bilan ketalik materiallarni tayyor qilamiz. Bu materiallar bo'lsa, oilada eng tez topqil bo'lgan materiallar. Bir qachimizga shakar, qatiq, sumay, tuxum, soda qatorliqlarni silib tayyor qilamiz. Andın mana shunga o'xshash qo'l chalg'ish bilan yoki ko'zi bilan shakar to'liq erigicha to'xtamay aralashtiramiz. Shakarni to'liq eritishimiz kerak. Mana eritib tayyor qilib oldik. Endi bir desimizga un bilan powderni silib aralashtirib olamiz. Undan keyin bayatdan eritib olgan shu aralashmani qo'shib, paloq bilan yenik xamir yog'iramiz. Xamirni qo'limiz bilan yug'ursaqmi bo'ldi, qo'l bilan yug'urib qolsak, o'xshashlar yenik qilib, chaylamay, yenik holatda aytiltib yug'uramiz. Yug'urib tayyor qilgan xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz. Andin bir parcha xamirga ching'lab tayyor qilgan kokofinni qo'shib, yana qaytadan yug'urib, qora rangli holatga kelamiz. Mana shunday holatga keldi, endi 10 minut atrofida tindiramiz. Bir parcha oq, bir parcha qora xamirni 20 gramdan uzunlik qilib, mana shunday 10 sm uzunlikda, 10 sm eshib ketmasin, qilgandan keyin mana shunday juplab, jumlaqlar kelib o'tirsin, azroq tushib qas bo'ldi. Undan keyin ustiga shakar bosamiz. Bu prənikni oildagi duxovkaning kechim o'tirsiq silib 180 gradusda 20 minut pishiramiz. Undan uzoq turib ketsa, usti qizarib qoldi. Andın məndən hünər kəsb öyrənginiz var yoki hünər yanılığınız var, 0 səviyyədən başlab öyrənginiz var dostlarımız bolsa, mən belə əlaqələşsənglər buldu. Şu mask səbəblik azraq etibar fəaliyyətlərini qıldım. Ondan sırt, məzmunlarımı yaxşı görən bolsanglar, bekarlıq yüreklərini toxtamay berib, qollab berişənlərini üçün dilimdə ümid qılman.